Ro'za Ramazon oyida yana bir oshxona bölümümüzde xonalarimizni o'rnatib berdik. Hazarska ko'rsangiz bo'ladi. Chiroyli bo'lib chiqdi kuxnyamiz. Glyansli ranglarda yaltirab turibdi. Trendli ranglarda. Bu yerda so'ng duxovka olaman dedilar. Mebelli duxovka bo'ladi, yuzlari yaltirab turadi. Chotki bo'ladi. Nari olmagan ekanlar, shuning uchun o'rnatolmadik. Bo'ylari baland bo'ldi kuxnyamizni. Hozir videoda sezilarli bo'lib turgan yo'q, lekin o'z balandliklari ko'p baland bo'ldi odatdagidan. Stollar rossiyskiy stol bo'ldi. Mo'nkalari, настольный gazlari, vitichka. Sizlarga ko'rsataman bo'lsam, 4 tak 1 2 3 4 bo'lsa bo'ladi. Tortmalari tandem bo'ladi har doimgidek. Hozir duxovka bo'lmagani uchun polkalarni ko'p berganmiz, so'ng olib tashlasalar bo'ladi. Yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying.